Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilar. Bugun bize Xivadamiz. Xiva shahrini menimcha yurtdoshlarimiz hamma biladi. Xorazmda kim bizi bütün dünyada biladi Xiva shahrini. Xiva shahrida Angarik mahallasindamiz. Şu arkamızda durgan ikki etajli chiroyli shinamlatib, nima desam size, eksklyuzivlatib solingan joylar ekan. Sifatine doğrusu gap yo'q. Uyniyasında her bir qo'yilgan karushni, her bir etajni, her bir qo'yilgan narsasini rasmi bor ekan. Shunda deb ko'rsatib, haqqani qurib sotamiz deb turibdi. Endi kotej ekan, bu taraf reklam qilib turibmiz. Beni orientirine keladigan bo'lsak, Angarik mahallasi Taxta bozorimiz Göztepe'de Taxta bozorimiz yo'lana bir damas o'tib ketdi. Chapda 200 metr yursangizda Taxta bozor. Maktab, bog'cha bormi deydi. Shu Xivali yurtdoshlarimiz uchun aytib o'tamiz. Angarikda shunda bog'cha bilan maktab bor. Buni bir Göztepe'da yo'ldan shu Sorjina bana mashin o'tib bordi. Shundan o'ng'a bir ketsak, maktab bog'cha shunda joylashgan. 300 metr uzoqlikda o'rtoqlar. Joyning o'zini planına keladigan bo'lsak, joyning plani ajoyib, lekin korobka holatda sotiladi ekan. Korobka holatda sotiladi ekan. Ikki etajli qurilishi sifati dum ajoyib ekan. Qurilish asli maydonga keladigan bo'lsak, enine 9, minisine 12 metr ekan. Общий 150 metr kvadratda qurilish ekan. Foydali maydoni 120 metr kvadrat, 2 etaj. İçanlı planını bir qator ko'rsatib o'tamiz. Narxini ham qiziqqan o'rtoqlarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun İçanni aytib o'tamiz. Yetdik, İçanni bir ko'ramiz. Gelende görəsiz yurtdoshlar, eshiki high-tech usulundaki eshiklere o'xshab. Bismillah deb giramiz İçanni. Bir qator. Yana aziz yurtdoshlar, girganimiz uchun bizani kattaroq masdan bir o'rtacha dolan kutib oladi. Bu tarafda zinamiz dum chiroylatib qo'yilgandan keyin bu tarafda rakovina qo'yadigan mestasina. Bir qator ko'rsatib o'taylik. Barak mundaylar, ichindaylar. Rakovina qo'yadigan mestasi, bu tarafda uголовmo ish qilib, dolanda o'tirish uchun mesta bo'ladi-ku. Joy, shunday qurilishi uchun joy natileyna akfaramlari bilan alta plastdan o'zilangan. Zinalardan bir qator xabar o'tamiz. Taxtadan, bilasizlar, kotej ko'p odam quradi, lekin betondan chiqarmaydi, to'g'risini aytsam. Bilasizlar, bu hammasi ko'rib turibdi, nereden video ko'ryapsizlar, nereden shu reklama ko'ryapsizlar, hammasi zinasi taxtadan bo'ladi. 3-4 yil, 5 yildan keyin taxta zina degan narsa hech ne bo'lmaydi, chunki jiqir ses hammada bo'ladi. Lekin beton zinaga kelsak, beton zinada undan gap bo'lmaydi. Bir qo'yasiz, umrbod qoladi. Sho'llargacha e'tibor berib, har bir qo'yilgan armaturini rasmga boqgan uyniyasida. Yanda ko'rib, sodalashib olasizlar. Qani endi men bir qator tushuntirib o'tirmayman, bir qator uylarni bir ko'rib chiqamiz. Qani obzor operatorimiz bir qator obzor qiladi. Bu tarafimiz zalimiz. Kuxnimiz. Kuxning ban taraf? Spalnimiz. Ban tarafimiz spalni ekan shu. Spalni arka tarafda yine oynasi ham bor. Ko'p kotejlari, videolarni ko'rsangizlar, arka tarafda, yonbosh tarafda o'z oynasi bo'lmaydi. Bu yerda arka tarafda yine oynasi bor. Arka tarafdan quyosh tushadi yine. Bu yerimiz kuxni ekan unda. Mo'yshu zonamiz. Bu yerda aytib o'taylik, eng asosiysi gaz bor. Angarikda menimcha Xivallar hammasi biladi. Angarikda gaz bor taqlar. Qani bir qat arka taraf mestasini bir ko'rsatib o'tamiz. Ha, endi korobcha holatda eshiklar qo'yib beriladi. Mana aziz yurtdoshlar, joyni bir qator ko'rsatib chiqdik. Orientirni ham bir marta tushuntirib o'taylik. O'tirib ko'radigancha podpischilarimiz uchun qaranglar. Bu tarafdan kelsak, bir ko'rsatib o'taylik. Taxta bozorning yo'li. Arka tarafdan Mastan banni ko'rsatamiz. Bu tarafdan maktab bog'cha.
Bunda gaz turbanı ham görüp turibsizlar aslında. Esatib qaranglar. Gaz degan narsa angalikda muammo emas. Gaz bor, svet bor, vodoprovod yo'l ustunda o'tgan. Shuning uchun olaman desangiz, arkamdagi 2 etajli kotej 150 metr kvadratda qurilishi qarang endi novlar qilib beriladi ichida. Qilib beriladigan ishlari depada obshivkalar qilinadi ekan. Depada obshivkalar qilinadi, keyin so'qildan bir qator ishlab beradilar. Narxına keladigan bo'lsak, narxini ham bir qator aytib o'tdik, yana marta aytib o'tamiz. Pastda uniyasining nomeri ham bor, savdolashib olaverasizlar. 480 million. Yana eng asosiysi yurtdoshlar ko'ngilshi uy olma, ko'ngilshi ol dedi. Bunda ko'ngilchilarimiz ham tiki, dum ajoyib yaxshi odamlar ekan. Bon tarafimiz qo'shni, von tarafimiz ham yerimiz qo'shnina. Bon taraf ham, Yapnariyan taraf ham qo'shni ekan. Shuning uchun olaman desangizda, bemalol kelinglar, pastda uniyasining nomeri savdolashib olaverasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.